qomatingizga unchalik kaloriya ta'sir qilmaydigan, unsiz, shakarsiz, nejniy ta'mi og'zingizda qoladigan trafel haqida eshitganmisiz? Bu nejniy trafel bilan nafaqat tozasiz, balki vitaminlarga to'yinib, yengillik his qilasiz. Ikkita bananni ezib, ustidan tuxum chiqamiz. Sut yormasi, kakao hamda razrihli til qo'shib, barchasini aralashtiramiz. Ozginagina limon suvini siqib, bananli massamizni mikroto'lqinli pechga yuboramiz. Kremiga keladigan bo'lsak, uni tayyorlanishi juda oson. 100 gramm tvorogga 1 osh qoshiq yunon yogurti hamda 1 choy qoshiq asal qo'shib aralashtirib olamiz. Trafelimizga rangdor bezak berish uchun esa xohlagan rezavor mevalaringizga chia urug'ini qo'shib, asal hamda suv bilan aralashtirib olamiz. Trafelimizning 3 xil massasi tayyor bo'lgach, ularni ketma-ketlikda birlashtiramiz. Ya'ni bananli biskvitchamiz ustiga tvorojniy kremimizni surkab, chiyali jemimizni yoyib chiqamiz. Trafelimiz 3 soatcha xolodilnikda turgach, ustidan achchiqqina shokoladni qo'yib chiqamiz. Bu trafelda foydali shirinlikning eng chiroyli ko'rinishidir, chunki uning har bir qatlamida o'zingizni sevish haqida gapiradi. Barcha eng foydali komponentlar shu trafelda mujassamlashgan. Mening sahifamda foydali kontentlar hali oldinda. Obuna bo'lishni unutmang.